Hazreti İsa yolda ketib etib, tug'mi qarg'u bir odamni ko'rdi. Shogirdlari Hazreti İsa'dan: "Ustoz, bu odamning tug'mi qarg'u bo'lishi kimning gunoh sodir qilganligidan bo'lgan? O'ziningmi yoki ota-onasiningmi?" deb so'rashdi. Hazreti İsa bundoq javob berdi: "O'zi yoki ota-onasining gunoh sodir qilganligidan emas, balki Xudoning o'z qudratini uning hayotida ayon qilmoqchi bo'lganligidandir. Kunning yo'riq vaqtida meni avatkuchining bizga topshirgan vazifasini ado qilishimiz kerak. Kech kirib qorong'i tushib ketsa, hech kim ish qila olmaydi. Dunyoda bo'lgan mazgilimda dunyoning nuri o'zimdirman." Hazreti İsa bu so'zlarni qilgandan keyin yerga tükürük bilan loy qilib, loyni yilqi odamning ko'zlariga surib qo'ydi. Ve onunğa Siloha kölçüğü berip, közlerini yu, dedi. Siloha, İbranice söz bulup, evetülgüçi degen ma'nini berdi. Elqi odam Hazreti İsa'nın degini bo'yicha qildi. Ve közleri içilgan halda qaytdı. Qo'shniları ve tilamchilik qilganda uni ko'rganlar, bu o'ltirib tilamchilik qiladigan ilki odam emasmi deyishdi. Ba'zilar shu desa, ya'ni ba'zilar yo'q, u emas, ammo uningga o'xshaydi-ku deyishdi. Biroq u o'zi men dal shu kishi bo'laman dedi. Undaqda ko'zlaring qandoq ichildi deb so'rashdi ular. U bundoq javob berdi: İsa degan bir kishi tükürügidan loy qilib, ko'zlarimga surib qo'yib, bana Siloha kölçüğü berib, ko'zlaringni yu degan edi. Men u yerga berib yusam, ko'zlarim ichilib ketdi. U hozir qayerda deb so'rashdi ular. Bilmayman dedi u. Xaloyiq ilgari qarg'u bo'lgan bu odamni farislarning yeniga elib berishdi. Hazreti İsa loy qilib, bu odamning ko'zlarini saqaytgan kun dal dam olish kuni edi. Farislar bu odamdan ko'zlarini qandoq ichilganligini so'rab edi. U ko'zlarimga loy surib qo'ydi. Ondan yuzimni yudim, hozir mana ko'raladigan bo'ldim dedi. Shuning bilan farislardan ba'zilari u odam Xudoning yenidan kelgan emas, chunki u dam olish kuni chiqmaslik amriga xiloflik qildi deyishdi. Ya'ni ba'zilari gunohkor bo'lsa, qandoqlarcha bundoq mo'jizalarni yaratalaydi deyishdi. Ular qarg'u odamdan yana ko'zlaringni ochgan u odam seningcha qandoq odamdir deb so'rashdi. U bir payg'ambar dedi yilqi odam. Yahudi oqsoqollari ko'zlari ichilgan odamning ota-onasini tepib kelmaguncha burun uning qarg'u ekanligiga va hozir ko'zlarining ichilganligiga ishonmaydi. Şuna ular uning ota-onasini chaqirtib, ulardan tug'mi qarg'u degan o'g'linglar mushumu? Hozir qandoqlarcha ko'raladigan bo'lib qoldi deb so'rashdi. Uning bizning o'g'limiz ekanligi va tug'ilishidan qarg'u ekanligi rost. Lekin ko'zlarini kim ochganligini bilmaymiz. Uni o'zinglar so'ranglar deb javob berdi uning ota-onasi. Ular Yahudi oqsoqollarining qo'rqqanligi uchun shundoq deyishdi. Chunki Yahudi oqsoqollari Hazreti İsa'ni qutquzuvchi Masih deb e'tirof qilganlarni ibodatxona jamoatchiligidan qo'g'lab chiqarishni qaror qilgan edi. Shuning uchun yilqi odamning ota-onasi u cho'ng odam tutsa o'zidan so'ranglar degan edi. Farislar ilgari qarg'u bo'lgan u odamni, ya'ni chaqirib, Xudo oldida qasam qil, biz bu odamning gunohkor ekanligini bilamiz deyishdi. U mundoq javob berdi: uning gunohkor yoki emasligini bilmayman. Men faqat bir ishni bilaman. U bo'lsa-mu qarg'u edim. Hozir ko'ralaydigan bo'ldim. Bu chaqda ular: "U seni qandoq qildi?"
ko'zlaringni qandoq ochdi deb so'rashdi. U javoban, sizlarga aytsam, quloq solmadinglar. Ya'ni qandoqlarcha angmoqchi bo'lib qoldinglar. Sizlarmi uning shogirdlari bo'lmoqchimi nima? dedi. Buning bilan ular uni haqoratlab, "Sen u ablahning shogirdi. Biz bo'lsa Musa payg'ambarning shogirdlari. Xudoning Musa payg'ambarga so'zlaganligini bilamiz. Bu ablahning bo'lsa, eng qisqasi qayerdan kelganligini bilmaymiz" deyishdi. Yilqi odam ularga mundaq javob qaytardi. "Hay, ajoyib ish-ku bu. U ko'zlarimni ochdi. Shundaqdimi, sizlar uning qayerdan kelganini bilmadinglar. Dunyo oxirida bo'lgandan beri biror kishining tug'mi qarg'uning ko'zini ochganligini anglab boqqan emasmiz. Bu odam Xudo tarafidan avatilmagan bo'lsa, hech nima qila olmagan bo'ladi. Ular uni sen gunoh ishida tug'ilgan turuqliq, endi bizga ta'lim bermoqchimisan?" deyishib ibodatxonadan qo'g'lab chiqarishdi. Hazreti Aysa ularning hilqi odamni ibodatxonadan qo'lab chiqarganligini anglab, uni izlab tepib, "Sen inson o'g'liga e'tiqod qilamsan?" deb so'radi. "Hazratlari, u kim? Uningga e'tiqod qilay", dedi hilqi odam. "Hozir sen bilan so'zlashayotgan dal shuning o'zi", dedi Hazreti Aysa uningga. Hilqi odam, "Ey Rabbim, sana e'tiqod qildim", deb Hazreti Aysoga sajda qildi. Ko'rlarni ko'radigan qilish, ko'rman deydiganlarga ularning ko'r ekanligini ko'rsatish uchun keldim, dedi Hazreti Ayso. Ba'zi farishtalar bu so'zlarni anglab, "Bu biznimi ko'r deb qarg'anlik emas-tu?" deb so'rashdi. "Ko'r bo'lgan bo'lsanglar, gunohkor bo'lmagan bo'lardinglar. Lekin hozir ko'ryapmiz deganinglar uchun gunohkorsizlar",